Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchasiz? Bitta narsa so'ramoqchi edim. Bugun Banisadalarda hozir. Ularga narsa produktni olib bormoqchiman-da. Nima olishni bilmayapman, yordamimiz kerak. Qanday kasal? Necha yillik yotib keldi. Qaymoqdan, nimadan oling? Siz shoshmayapsiz? 5 minut vaqtingiz bormi? Yuring, birga olaylik. 5 daqiqa. Oling, qarilarga kerak. Mayli, sira olamiz. Yoshingiz nechida sizni? 65 ga ketyapman. Shu yaxshi sirmi? Kasb yeydiganni ola qoling. Yumshoqroq deb, a? Yumshoqroq, ashi yaxshi. Yoshingiz akaraz bir xil ekanda, shu o'zingizga yoqqan narsalar aytsangiz 50% ekan. Bu nechi foiz? 35%. 35. Ozroqdan yeyish kerak qariyalar. Qo'ying uni, buni oling. Hammadan yeridimda. Bo'ldi unda. Buvimga ham shu yoqadi. Mana bunaqa shokolad yaxshi ko'rasizmi? Ha? Demak, buvimga ham yoqadi. Ha, shundan bitta qo'ying. Bichon yeydimi? Mumkinmi yoshi katta odamga? Ha, yumshoq ekan oling. Mevalar-chi, mevalar. Mevalar ham yaxshi. Mana shuni torting, ya mana shu hammasini olamiz. Uzum olasizmi? Uzum olamiz. Uzum ham bo'ldi. Bitta olmaymiz, bitta kam-ku. Oling, bo'yingiz yetadi sizga. Nok nimaga yaxshi deysiz? Pochta. Qizim bordi, ona katta daftar olib bering. Tayyorlovga boraman ekan. Ma bo'ladi. Bering, hammasini olamiz. Ay, qiynalib qolasiz. Siz menga yordam berdingiz-ku. Men o'zim o'qituvchi bo'lganman. Dadasi ham 37 yil o'qituvchi bo'lgan. Birga o'qiganmiz, yaxshi ko'rishganmiz, sevishganmiz. Hali ham любовь bormi? Любовь bor. Ko'rmasam turolmayman. Yo'q, demak shuncha qarashganingizga rahmat. Hozir nimalar olganimni hammasini bilib oldim-da. Ha, yaxshi. Men boshidan bozor qilaman deb olib boraman. Nima olishni bilib oldim-ku? Yaxshi. Bu sizga. Hov. Hammasi. Bunday qilmang. Jonim bolam, shuncha narsani men nima qilaman? Ko'tarib yuboring. Yo'q, o'zim. Rahmat, sog' bo'ling.